Damaslarda yoz kelishi bilan ko'pchilik pechkani kulchatirini sovuq tarafga qo'yib harakatlanishadi. Bu holatda yursalaring akalar, nagruzka paytida suvdatish me'yoridan ko'tarilib ketishiga, motor qaynashiga, oxir oqibat galovka brigadga kuyishiga sabab bo'lib qolasizlar. Ko'pchilik oyoqqa issiq urmasligi uchun buni sovuq tarafga tortib qo'yishadi, lekin bu xato hisoblanadi. Yozda issiq kunlarda ham akalar, bu har doim issiq holatda yurish kerak. Sababi bu issiq tarafda turganda antifriz to'liq sistemada aylanadi, sirkulyatsiya bo'ladi. Shuni hisobiga nagruzka paytlarida motor tez sovutib beradi. Oyoqqa issiq kirmasligi uchun akalar, eng tepadagi laboyga, yuzga, oyoqqa qiladigan kulchatirni yuzga qilib qo'yasizlar, chap tarafga tirab qo'yasizlar. Shu holatda issiq havoni klapani berkiladi, torpeda tarafdan oyoqqa umuman issiq havo kirmaydi. Motorda ham to'liq antifriz sistemada aylanadi bu holatda. Suvdatishlar ham me'yorda yuradi. Bir sinab ko'ringlar akalar yurgan holatda. Ancha foydasi bor motorga. Shu holatda galovka brigadga uzoqroq yuradi. Keyin pechkani 4-xotiga qo'yib yursalaring, yuzli joyidan salqin shabada ham kirib turadi bu holatda.